Samarqand shahar Makaronka hududida yo'lning ustida, mana shunaqa yo'lning ustida bo'lyapti. Bu tomon 35-maktabdan kelish, Makaronkaga tushib ketish, eski Tamoshna. Mana shu yerda balandlikda bo'lyapti. Fasadi 21 metrga, uzunligi 36 metr bo'lyapti. Biznes joyimiz sotilyapti. Joyimizning ichkari qismlari полностью ikkinchi qavatli plita bilan yopilgan. Sal mana shu yerda ko'st joylari bor. Rovni joylari 14 metr bo'lyapti, uzunlik 36 metr. Общий sotug'i qarib 5 sotug' bo'lyapti. Oldin moyka bo'lib ishlagan, har xil turdagi bizlarga to'g'ri keladi. Kimda-kim mana shunaqa yo'lning ustidan joy izlab yurgan bo'lsa, kattaroq 5 sotga yaqin joy izlab yurgan bo'lsa, bemalol olib ishlasangiz bo'ladi. Net center qilish mumkin, klinika qilish mumkin, o'quv markazlari, sadiklar qilish mumkin. G'oyalar juda ko'p. Kimda-kim mehmonxonani misol qilib nima qilishlari mumkin. Bu joyimizni ikkinchi qavati ham xuddi mana shunaqa bo'lyapti. Bu joyimiz yana eslatib o'taman, Samarqand shahar Makaronka hududida bo'lyapti. 35-maktabdan shundoq kelishda qarama-qarshiligida bo'lyapti, balandlikda bo'lyapti. 5 sotug' joyimiz 330 ming edi. Buni narxini hozir biz 280 ming $, deyapmiz, yana savdosi bor. Qiziq bo'lsa, pastda raqamni qoldiraman. Kadastr hujjatlaridan muammo yo'q. Bemalol kelib tekshirib olsangiz bo'ladi. E'tibor uchun rahmat. Bizani yo'qotib qo'ymaslik uchun videoga bitta like va podpiska bosib esdan chiqmasdan.